Ikkinchisi, kechirimli bo'lish kerak. Afv qilish kerak, o'tib yuborish kerak. Chunki har bir odamni katta kichik gapida kechirmasdan shuni ushab orqasidan yuraversa, albatta urush chiqadi, janjal chiqadi, qalb mog'or bosadi, qalbning pokligi ketadi. Shuning uchun o'sha oyatlarga amal qilgan holda mo'min musulmon odam qalbim pok bo'lsin, ruhim baquvvat bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin desa, afvni, kechiruvchi bo'lishni, mag'firat qilishni, o'ziga yomonlik qilganlarni o'tib yuborishni o'ziga bir sifat qilib olishi kerak. Uchinchi narsa, shaytonning nayrangidan, vasvasasidan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'sha oyatlarda shu gap aytilgan. Oysha onamizni bo'xtoniga qo'shilgan mo'min musulmonlarni shaytonning vasvasasiga uchganlaridan shuni qilganligi ta'kidlanadi va mo'minlarga shaytonning vasvasasidan ehtiyot bo'lish ta'kidlanadi. Shuning uchun ruhim yaxshi bo'lsin, qalbim pok bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mo'min musulmon banda shaytondan ehtiyot bo'lib, uni vasvasasiga uchmaslik harakatida, shuni tadorikida bo'lishi kerak.